Yo jigarlar, bugungi Barselona uchrashuvini aslo o'tkazib yubormanglar. Sababi sizlarga qulay paytda Barselona uchrashuvini o'tkazadi. Camp Nou stadionida bugun Barselona Newcastlni mehmon qiladi. Soat 22:45 da Zo'r TV telekanalida uchrashuvni jonli maza qilib do'stlar bilan ko'rishingiz mumkin. Bugun xudo xolasa Barselona Newcastlni yanchib, ustidan turpo tortib kun tashlaydi. Bugun Barselona xudo xolasa 1/8 finalidan osonlik bilan chiqadi. Barselona Camp Nou'da yutolmaydi deyotganlar uchun ma'lumot aytib o'taman. Barselonaga Hansi Flick kelgandan beri Camp Nou'da o'tkazilgan Chempionlar Ligasi o'yinlari statistikasiga qaraydigan bo'lsak, Barselona Chempionlar Ligasida Camp Nou'da 11 ta o'yin o'tkazgan va 8 tasida g'alaba qozongan, 2 tasida durang o'ynagan, 1 tasida mag'lubiyatga uchragan. Bugun demak Barselona xudo xolasa qiyinchiliksiz Newcastle to'sig'idan o'tib, keyingi raqibi Atletico'ga qarshi o'ynaydi. Bugungi uchrashuvda Barselona yutsin deganlar bu videoga like bosib, Barsachi do'stlarga jo'natib qo'yinglar. Barselonani yutkazishini xohlaganlar kommentariyada minus qoldiringlar.